Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz bilan 4 dona rom daburlari bilan Oltinko'l tumaniga olib keldik. Akamiz chiroq yusagan ekan. Mana endi ichkarilarni hozir ko'rsatamiz. Bu tashqaridan achva qilib olgan ekan. Biz ichkariga emdihlarni olib kelib o'rnatib bo'ldik. Inshaalloh xudo xolasa ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Shu romlarimiz high-tech fasonda. Akamiz shuni tanlovdi. Shuni qilib berdik. İchkari daburlari bilan bo'ldi hammasi. Mana romlarimiz. Mana eshiklarimiz xudo xolasa. Bu beliga eshik qisib qolmasligini, peminni qisib qolmasligi uchun biz beliga yog'och qo'yib qo'yganmiz. Zazor o'zini holatida qoladi. Mana. Juda ham chiroyli chiqdi. Daburlar bilan yaxshi bo'ldi xudo xolasa. Ochilib yopilishlari ham, zamonlar, oshxonasi, zamonlarda ham juda ham yaxshi. Vaqotlardan qo'yganmiz. Mana kalitlarni ham 5 tada yaxshi. Daburlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ichki tarafi daburlari. Padog'onga ham o'zdan qilib berdik. Mana bemalol ochilib yopilishlari ham o'rtada bitta qanot ochilib yopiladi. Eshigimiz ham xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Yoqqan bo'lsa bitta like papisga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.